portlab Instagramga qo'ydim shu bolani yozgan gaplarini, zapal papal bir narsalar deb qo'ydimda, qachon tugaydi bu narsalar, jonimga tegdi dedim. Musulmon erkak bormi o'zi bu dunyoda? Ko'r-ko'rona hamma narsaga ishonib ketib, dinda nima deyilgan? Bir ayolni zinoda ayblasang 4 ta guvoh keltir degan. Hech narsasiz ko'r-ko'rona ishonib Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Oxiratdan qo'rqmaysizlarmi deb yozdim. Keyin bitta video bor edi, sportsmen bola, endi har xil qo'lida Qur'on o'qib o'tiribdi, sport zalda shug'ullanyapti, shunaqa bir video bor edi. Shu videoni qo'ydim, tagiga yozdim: iltimos tezroq kela qoling, charchab ketdim bulardan. Kelib meni himoya qiling, qachon kelasiz deb yozganman, shu storiesni qo'ydim. Keyinchalik turmush o'rtog'im aytib beryaptilar, kafeda o'tirgan ekanlar ovqatlanib. Bitta hijobli qiz shundoq turib, chiqib qora mashinaga o'tirib ketgan. Men deb o'ylaganlar. Endi o'sha fevralda yozishganimiz bo'yicha ular bir-birimizni kuzatmaganmiz, ko'rmaganmiz. Endi ular 1-2 marta kuzatib yurgan ekanlar. Keyin o'sha vaqtda men istoriya qo'ygan vaqtim ular hozir siz chiqib ketdingizmi kafedan deb yozdilar menga. Yo'q, men chiqmadim dedim. Shuncha vaqtdan keyin endi birinchi marta SMS yozdim. Keyin shuni yozganlarda istoriyamga kirganlar. Qo'ygan istoriyamni ko'rganlar. Keyin hali ham tugamadimi bu problemalar dedilar. Yo'q, hali tugamadi desam, bo'ldi, men Toshkentdaman, men o'zim tugataman problemani, agar tugamasa sizni o'zim bilan olib ketaman dedim. Shuni o'qidim, qo'ygan ekansiz. Qat'iy olib ketasiz dedim. Bo'ldi, ko'rishib gaplashaylik, men o'zim to'xtataman, Toshkentdaman dedilar. O'shanda ham ko'rishmadim. 1-2 kun to'xtadim, bu bola nima xohlaydi, men ko'rishaman. Endi men bola ko'targan videolarini ko'rganimda oilali deb o'ylaganman. Meni bu narsada ham ko'p ayblashgan, lekin doim Alloh taolodan ham doim shuni so'raganman. Hech qachon men birovni baxtsizligi evaziga baxt qurishni niyat qilmaganman. To'g'ri, ko'pchilikning hayotida har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. Lekin Allohim menga bu narsani ravo ko'rmagan. Men birovni baxtsizligi evaziga baxtli bo'lishni xohlamayman. Oilali erkakni meni hayotimga hech qachon ro'para qilmagan deb so'rardim Allohdan. Ularni oilali deb o'yladim birinchi. Keyin yozishdik, ozgina qarasam juda ko'rishkilari kelyapti. Keyin siz adashmasam oilalisiz shekilli deb yozdim. Yo'q dedilar. Voy, uylanmaganmisiz dedim. Yo'q dedilar. Hayron qoldim. Keyin ko'rish